Assalomu alaykum, hurmatli Samarqand Nasirova kuzatuvchilari. Bizga zakazlarimiz yetib keldi. Mana shunaqa ko'rinishda Toberlik brendi tushirilgan mana shunday paketlar. Mana shunaqa holatda, mana shu yerda har bitta qizlarimizda nakladnoylar bor. Mana shu nakladnoylarda har bittasini ism, familiyasi, demak mana ism, familiya, bu olgan mahsulotlar hammasi ko'rsatiladi. Bizda mana bu atirimiz zo'r chegirmada edi. Bu atirimizdan qizlarimiz rosa urishibdi. Почти tak 5 ta ketdi bu atirimizdan. Mana bu atirimiz ham zo'r chegirmada. Novinka, poli, ko'rinishi juda ham chiroyli. Xo'p, SPF'larimiz nalichida bor endi, bemalol. O'zim ham urganman 2780 50 deysizmi, 2783 ajinlarga qarshi 2779 hammasidan bor, bemalol bitmoqsiz bo'ladi. Mana bu yerda demak ekspert seriyasini SPF'lari ham demak nalichida bor. Oqartiruvchi, ya'ni dog'larga qarshi kremlarimiz. Tak, bu ham dog'ga qarshi kremimiz. Konfetka atirlarimiz. Tak, 3 xil, 2 xilidan ketdi, 2 xilidan. Konfetka bu ko'rinishi juda ham chiroyli, mana shunday ko'rinishda. Hidlari ham ajoyib. Sovg'a uchun haqiqatda juda ham zo'r. Gyaluronka seriyamiz kelgan. Gyaluronkadan. Tak, mana shunday kunduzgi va kechki kremi. Bundan tashqari pudramizda 6039 kelibdi. Eng xadavoy rangi hisoblanadi, eng ko'p ketadigan rangi. Ko'z uchun halal seriyamizdan qora rangli qalam. Xo'p, mana bu yerda yana bitta qalamimiz bor ko'z uchun. Buni artikuli 56749. Tak, sizlarga ko'rinmaydi menimcha. Halal desa anaqasini ham aytaymi? 5994. Videoda nimagadir kirib va ham qoshlaringizga ham qovoqlaringizga ishlatishingiz uchun mana bu seriyamiz juda ham zo'r seriya. Tenlari yaltirog'i ham bor ichida. Mana bu pastdagi ikkitasi qosh uchun. Teskining seriyamizdan kremlarimiz kelgan. Bu seriyamiz muammoli yuzlar uchun shunaqangi zo'r. Bizda zubnoy pastalarimiz 2 xil hajmda ishlab chiqariladi. Lechebnigi ham bor, oqartiruvchisi ham bor tarkibida. Xo'p, bundan tashqari aloylik kremimiz ketdi oyoq uchun. Tak, bizda gyaluronkani patchi kelgan, yana qizlarimiz zakaz urgan. Gyaluronkani geldili umivanyasidan ham zakaz urishgan. 8 elementi mana bu parfyumni erkaklar uchun dezodorantidan zakaz urishgan. Xo'p, Viking erkaklar uchun Sagadan zakaz urishibdi. Bu ham hidi va pishi zo'r. Bundan 2 talab urishibdi. Kaorizen atirimiz ham juda ham zo'r. Hidlari xo'p, geldilar dushamiz yiqildi. Mana bu geldilar dushamiz ham juda ham ajoyib hidi. Juda ham barakali. 3396 artikuli 500 mg. Og'izni yuvishga eringanlar uchun og'iz chayish vositasi mana shunday. Bir xillar milklar juda ham qonuvchan bo'ladi, shuning uchun shotkadan foydalana olmaydi. Aynan shunaqa paytda uzoq safarlarga chiqqaningizda olib yurish uchun juda ham qulay, davolovchi xususiyatga ega. Bundan tashqari ko'pchilik mendan so'raydi. Shampun balzam ekan. Bu qazg'oqqa qarshi, ya'ni sochingiz qazg'oq bo'layotgan bo'lsa, mana shu shampunimiz ekspert seriyasidan davolovchi hisoblanadi. Bunisini ko'raylikchi. Bunisi ham shampun balzami ekan. Qizlarimiz urishgan buni. Artikuli 2768 mana. Bu ham juda ham barakali, 400 mg. Освежителlarimiz bor. Uy ofisingiz uchun, mashinangiz uchun ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Mana shunday ko'rinishda, juda ham hidlari ajoyib. Yuz uchun legendarniy kislorod spreyimiz, yuzingizni bundan buyog'iga chuqur namlantirib berish uchun xizmat qiladi. Bulardan ham kelibdi. Teskining seriyamizni geldili umivanyasi hit prodaja mahsulot bo'ldi bu. Haqiqatdan juda ham zo'r yordam beryapti qizlarimizga.
tavsiya qilaman. Intim gellarimiz parfyumli, hidi juda zo'r intim gellarimizdan kelgan. Bundan tashqari 61.94 shampun, bu erkaklarimiz uchun qazg'oqqa qarshi ikkita kelibdi bundan. Mana shunaqa zakazlarimiz kelgan. Tushlarimizdan kelgan. O'tgan katalogda skidkada edi. Bu katalogda ham skidkada qizlarimiz urishgan. Mana bu hajm beradigan tushimiz. Tak, bu matve tushimiz. Xo'p, Gyaluronkani BB kremi ham kelibdi уже. D3 farzandlaringiz uchun D3 vitaminidan kelibdi. 0+. Sivrotka kelibdi. Gyaluron aloe ichida 3% bo'lgan sivrotkamizdan kelibdi. Xo'p, zubnay shotkalarimiz juda ham anaqasi yumshoq. Milklaringizga umuman yomon anaqasi bermaydi, ta'sir bermaydi. Profitlarimiz mana shunaqa atirchalari kelgan. Atirlarning profitliklari xullas mana shunaqa ko'rinishda. Xullas, ofisimga tashrif buyurishingiz mumkin. Ofisim mana shunday holatda, Laxuti ko'chasida joylashgan, Samarqand shahri Laxuti ko'chasi. Ya'ni Rudakidan kelishingizda mana shunday ko'rinishda to'g'risida Brilliant City qurilmoqda va ofisim mana shunday ko'rinishda. Sizlarni kutaman.